Zelenskiy uchun yakun boshlandimi? Moskvaning kutilmagan signallari. Trampning sirli rejasi. AQSh tez kunlarda Venesuelaga qarshi quruqlikdan harakatga o'tadi. Parranda grippi COVID-19 dan ham xavfli bo'lishi mumkin, olim ogohlantirdi. Ko'rinmas bombardimonchi, ko'rinmas rejalar. AQShning navbatdagi katta strategiyasi. Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza rejimiga o'tishi kerak – Mironov. Putin va Tramp Budapeshtga uchrashadimi? Orbanning maxfiy taklifi oshkor bo'ldi. Zelenskiy uchun eng katta zarba. Yermak nima uchun keskin iste'fo berdi? Zelenskiy uchun yakun boshlandimi? Moskvaning kutilmagan signallari. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev yaqinda bergan bayonotida Kiyevdagi muddati o'tgan korrupsiyaga botgan hukumatning qulab tushgani va buning natijasida prezident Vladimir Zelenskiyning kelajagi qattiq shubha ostida ekanligi ta'kidladi. U Zelenskiyni masxarabos deb atab, mazkur tizimning noloyiq va noqonuniy ekanini va tinchlik shartnomasiga imzo chekadigan shaxs endi bo'lmasligini iddao qildi. Shuningdek, Ukraina rahbariyati va uning atrofidagi elita yuzasidan keskin ogohlantirishlar berdi. Hatto ayrim chiqishlarida jiddiy harbiy choralar yoki fizik yo'q qilish kabi so'zlar ham ishlatilgan. Medvedevning so'zlari Moskvaning Ukrainaga nisbatan qat'iy siyosatini aks ettiruvchi qat'iy bayonot bo'lib, u Rossiyaning maqsadi Ukrainani maydonda zaiflashtirish va hukumatni barbod etish ekanligini ochiqchasiga ta'kidladi. Bu bayonotlar xalqaro munosabatlar va xavfsizlik muhitida yangi taranglik va norozilikni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga ekspertlar va g'arbiy nashrlar Medvedevning bayonotlarini Moskvaning rasmiy siyosati bilan mutanosib ovozlar sifatida baholamoqda va bu fikrlar siyosiy ritorika, gibrid harbiy ma'lumot urushi hamda diplomatik bosim usullariga qanday ta'sir qilishini kuzatish muhimligini ta'kidlashyapti. Medvedevning keskin aytgan so'zlari Zelenskiy va unga sodiq rahbariyat uchun ichki siyosiy bosim va xalqaro izolyatsiyani kuchaytirishi, shu bilan birga tinchlik muzokaralarini murakkablashtirishi mumkinligi haqida keng muhokama tug'dirdi. Trampning sirli rejasi. AQSh tez kunlarda Venesuelaga qarshi quruqlikdan harakatga o'tadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Venesueladagi giyohvand moddalar savdosini jilovlash bo'yicha operatsiyalar tez orada quruqlik orqali boshlanishini ma'lum qildi. Bu haqda Deutsche xabar berdi. Trampning so'zlariga ko'ra, dengizdagi harbiy kampaniya natijasida venesuelalik narkosavdogarlarning AQShga dengiz orqali kirishi ancha kamaygan. Biz narkosavdogarlarning dengiz orqali kirishini deyarli to'xtatdik, taxminan 85% ga to'xtatildi. Endi ularni quruqlik orqali ham to'xtatishni boshlaymiz. Quruqlikda operatsiya o'tkazish osonroq, bu juda tez orada boshlanadi degan AQSh prezidenti shukronalik kuni arafasidagi nutqida. Tegishli bayonot Caracas bilan keskinlik kuchaygan bir paytda, xususan Washington transmilliy jinoyatchilik va giyohvand moddalar kontrabandasini to'xtatish maqsadida Karib dengizida harbiy faollikni